أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد bizning darsimiz arkadaşlar 3. mazmun kitabımızın 3. mazmunu El-Vahiy degan mazmun kelgan. Chunki oldingi soatlik darsimizda Qur'on haqida so'zildi. Qachoniki Qur'on tilga ilingan hamon Qur'onning Qur'on bo'lishi uchun, Qur'onning Allohdan insonlarga avatilgan kitob deb e'tirof qilinish uchun hal qilish kerak bo'lgan bir masala. O o'smi vahiy masalasi. Vahiy e'tirof qilinmasa, ya'ni vahiy tushuntirilmasa, vahiy iymon aytilmasa, Qur'onning Alloh tarafidan payg'ambar alayhisolatu vasallamga vahiy qilinish orqali bizga yetkazilganligini qanoat qilinmaydi, isbotlab qilinmaydi. Shunga ulumul Qur'on kitoblarining hammasiga qarasanglar, şu Qur'on degandan keyin darhol nima qiladi? Vahiy keladi. Vahiy ochiq masala, tushuntirilishi, ammo kalladan o'tkazish masalasi va amaliyotda Alloh subhanahu va taoloninki osmon zaminni yaratgan barliq birligiga ishongan odamga nisbatan bu tushunish qiyin masala emas. Yani Allah o'zining bandalaridan ma'lum bir bandini tanlab, o'zining risolatini, o'zining vazifasini, yani o'zining taklifot insonlarga tushunmoqchi bo'lgan vazifasini shu banda orqali dunyoga yetkazadi deydigan bir hukmni kallaga sig'dirmoq o kadar tez emas. Ama ko'p hollarda bizning qarshilashadiganimiz Allohga iymon etgan, Allohning yaratquchi iloh ekanligini e'tirof qilgan kishilar bo'lmasdan ko'pincha narsalarga moddiy nazar bilan qaraydigan kishilar bo'lib qolg'achqa bularga tushuntirish uchun, ya'ni dinning sirtidagi kishilarga tushuntirish uchun biroz zo'rlanish to'g'ri keladi. Yaqinqi davrlarda yozilgan ulumul Qur'on kitoblari vahiy bobiga kelgan vaqtida mushu nuqtaga biroz qana qilgan, kuchigan, mushu nuqtaga biroz ya'ni ko'ngil bo'lgan, mazmun jihatda kengaygan. Şunu kitabımızdaki 5 yıllar yani vahiy babında Abdur vahiyninki mumkinligi ve 101 deplam temidan birini koyup gapni başladı. Çünkü gapning kritik noktası mushu. Mushu nokta hal olsa qolgan narsa butunlay nima oson. Daha da tezroq deymiz endi buni savoqdoshlar ilgari darsdagimizdek, chunki mazmunlar balki yot mazmunlar emas bizga nisbatan bir qitim o'qib bo'lgan mazmunlar. ازدهرت الحياة العلمية وبددت أشعتها كل ريبة كانت تصاور الناس إلى عهد قريب فيما وراء المادة من روح. ilmi hayat gülünüp, ilmi hayatның nurları kişilerge yakınki zamanlara kadar maddenin keynideki ruh meselesi de kişilerden bilim menvatkan, tusavir degeni hemra oluvatkan her kanday şeklini bütünley yok kıldı. Beddedet nemo şeklini yok kıldı degen manada. وآمن العلم المادي الذي وضع جل الكائنات تحت التجربة والاختبار. İlmi yani maddi ilim mi? Yani kainatın köpünçesini tecrübe asla, sınav aslığa ağan, şunun aslığa koygan maddi ilim mi? Şununla işendiği ki, bizden közümüzge körülüvatkan bu dünyanın arkası da gayb kitaba bir dünyanın bağlılığı işendi. Ve gayb dünyası biz ama şahadet dünyasının göz aldığımızdaki real dünyadan tehmi nazlık, tehmi çonqur ekanligiga işendi. Kişilerin ki akıllarını iyip ketken, ahadat bi albabın nas, kişilerin akıllarını iyip ketken yeni keşfiyatlarının ki köpünçesinin arkasıga ilimpen onun nihayetini tepiştin aciz kelgen, gerçi tesirlerini, görünüşlerini mülahize kılsın, azrak bayqısın. Ama nihayetine yetiştin, akün degan gap nihayetine, en mahiyetine, hakikatine yetiştin, tepiştin, aciz kelgen bu mahbi sirni arkasıga qanaqatıda yuşuruvatıdı deydi. Kişilerinin aqlini olib ketgan ko'pincha ilm fanmi mushu nuqtani o'zining keyniga qanaqatıda yuşuruvatıdı. وقرب هذا بعض
بعض الشقة بين تنكر للأديان والإيمان بها مصداقا لقوله سبحانه وتعالى. Endi mushuni dinlarni inkor qilish bilan iymon aytishning o'rtasidagi yirik mushu dinlarni mushu ahvol dinlarni inkor qilish bilan iymon aytishning o'rtasidagi yiqni yaqinlashtiryotdi. Alloh subhanahu va taoloning tuvanlikisining tasdiqi sifatidagi sanurihim ayatina fil afaq va fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Biz dunyoda afaq degani o'sha atrof olamlarda ve ularning o'zlarida biz davomli pokit mo'jizalarni ko'rsatib turibmiz. Ularga bu dinning haqiqat ekanligi oydin bo'lganga qadar kundan kunga ilm fan taraqqiy qildi deymiz. Taraqqiy qilgan sari ilm fanniki bizga aytib turadigan narsa nima desa, bu dunyoning bir egasi bor, bir yaratquchisi bor va bir sistem bor bu dunyoda. Bu dunyo o'zligidan tasaddiqiy shaklda bu shaklda paydo bo'lib qolgan yoki bu shaklda davom qilgan ish yo'q. Deganni bizga qanday qilyapti, aytib beryapti. Yana bir oyatda va ma utitum minal ilmi illa qalila. Bizga beriladigan ma'lumotlar nihoyat az, bizdagi bilim nihoyat az. Kundan kunga masalani oydinlashtiryapmiz, bilyapmiz savatdoshlar. Fal buhusun nafsiyyatur ruhiyya, ya'ni ruhiy psixik tadqiqotlarning navbatdagi ilm-fan musobaqa maydonida o'zgarishlik o'rni bor. Laha fi midmar al-ilm makanatuha degani navbatdagi hozirgi ilm-fan musobaqa maydonlarida, bayga maydonlarida nimasi o'zgarishlik o'rni bor. Ve yusaniduha ve yuqarribuha ila al-afham. Tushunchalarga hamda shuni yaqinlashtirib bu tadqiqotlarga yordam bo'ladigan nima desa, kishilarningki idrokatlaridagi, moyillaridagi, tabiatlaridagi farqi. Mishali bir masala bor. Agar dunyo tasodifiy yaratilib qolgan, o'zligini yaratilib qolgan deyilsa deydi. Shu oxirgi gapni taxmin tushuntirib qo'yay. Ruh masalasiga kelayli. Psixik masalaga kelayli. 100 insonni oldimizga tizsak, idrok jihatda, moyillik jihatda, tabiat jihatda har xil. Mushuning o'zi ruh dunyosiga bizni boshqacha ko'z bilan qarashga qanday qiladi, turtkilaydi. Agar insonlar bir ilohning yaratilishi bilan yaratilmay, o'zligidan yaratilsa, tabiiy, tasoddifiy shaklda bo'lib qoldigan ish bo'lib qolsa, unda insonlar hozirgidek har xil shaklda bo'lmasligi kerak. Hammasi o'xshash, mana shaklda bo'lishi kerak. Chunki فمن العقول الأبقري الفظ الذي يبتكر كل جديد. Chunki aqllarning ichida فمن العقول degan aqllarning ichida o kadar zirak aql borki, al-abqari degan zirak, al-faz mislisiz har yangilikni ijod qilib turadigan bunday aqllar bor. Va minha shu aqllarning ichida yana bir 4 aqllar borki, oddiy ishlarni bilish qiyin keladigan. Yasta'si alayhi idrak badihil umur. Oddiy ishlarni bilish qiyin keladigan 4 aqllar bor. Va baynal manzilatayn darajat, ikki darajaning o'tirida, ikki o'rinning o'tirida nurg'un darajalar bor. Insonning ruhi shu. Insonning qalbi, bayotdan aqlni gapini qo'yatadi, endi ruhning dunyosi shu. Ruhlarning ichida pok, suzuk, mushriq bir xil sog'lom ruhlar bor. Xabis, mu'tam, nachar, past ruhlar bor. Qarasanglar qorniyat odamlar bor. Qalbi qattiq tashdek odamlar bor. Yumshoq qalblik odamlar bor. Ich og'ritadigan odamlar bor. Pokiz, bu raqam nima desanglar, bizni biroz hayron qoldiradi. O'xshash inson. Hammasining ikki puti bor. Hammasi yaratilgan go'sht, qon, sumak o'xshash, ammo ichki dunyosi butun boshqa. Degandek, bayotdan qayliqi idrokatlarda olsun, insonningki binani tushunish, idrokat, moyilligi tabiatida olsun, aqlida olsun, ondan keyin ruhiy dunyosidagi soplik, poklik, nacharlik, pastlik bu u qadar bir xilma-xilki bizni biroz qana qiladi, hayron qoldiradi. Va jismul inson yatwi wara'ahu. Demak, bizga ko'zimizga ko'rinayotgan insonning bu jismi hisob emas. İnsanın cismi bir xuddi kimga o'xshashlan narsa. Dedik-ku, ikki puti bor, ikki inson, suyaklari o'xshash,
qon o'xshash, go'sht o'xshash, lekin bu ikki insonning ichki ruhiy dunyosi bu ikki insonni tubdan ikki xil inson qiladi. Birisi mashriqda, birisi mag'ribda. Birisi o qadar yaxshi go'zal inson, birisi o qadar past, nachar, eski inson. O'xshash sumakdan, o'xshash go'shtdan, o'xshash qondan tarkib topgan ikki insonni ikki xil qilgan narsa nima desa, va jismul inson, insonning jismi o'zining orqasida bir ruhni o'z ichiga oladi. Yatvi degani ruhni o'z ichiga oladi. Bu ruh şu insanın hayatının siri. Öyle bakayla tutup normal insandan ceni çıkıp kesip ölüp kaladı hem deylik. Kol bütle kadın çıkıdı. Turup pahalı çok kaladı mesela. Bedeni İsa'ptaş içindeki ruh özgürlüğüne karab durup kana kaladı, özgüreydi. Bunların hemmesi bizden aklımızını bir nimelerine izdiniş, bir nimelerine tepşika ündeydiğen bir tarafla. وإذا كان الجسم تطلى ذراته أما cisimninki zerreçilere konaydıgan bolsa, konaydı bilimiz hem de kırgan siri tirilerimiz koruk düşüdü mesela, sonuçlarımız aciz düşüdü. Ve tufna ensicetuhu o cisimnin tokulmaları yuqaldıgan bolsa ve hücreleri yuqaldıgan bolsa, eğer madami ki onun uzuqdan aladigan nasiyasini almasa. Eğer şunda biz küllük tamaqımızını yemesek, vaqtida bir iş gün aç qap qalsaq, putqunumuzdan can çıqıdı endi, beden acizsiydi. Maşta bulduğu iş olsa, bu bir cisimni biz bir insanın bir partisi deb qaradık. Ruhunu inkar qilolmaydigan bir şekilde insanın bir partisi deb qaradık. Bu yerda cisim var, bu yerda ruh var. Cisim özünün uzuqtuluqdan aladigan nasiyasini almasa, işte zerreçilere konurap mesela, tokulmaları yok olup, hücreleri yok olup, acizleşilişi de bu nokta inik olsak Allah'ımızda fecedirun bir ruh. Ruhkumu şu layık ki ruhunun mu bir uzuqı buluş gerek. Anda uzuq ki yamudduha bittaqat ruhiye. Şunu ruhi enerjiya bilen ta'minlaydigan. Demişqa özünün asasi ve qimmatini saqlab qilishni. Kay tahtafiz bi muqawimatiha ve qiyamiha. Özünün asasini ve qimmatini saqlab qilish uchun. Ve leysa bi ba'id alallahi Teala. Allah subhanahu ve Teala'nın ki bendilerinin içinden bir bölük kişilerini tanlab, yani cevherininki paklığı, tabiatininki sağlamlığı noktalarından ilahi tüküşke, ilahi rahmetke, asman vehisiga, yuqur qatlam bilen uçuruşqa onu hazırlaydıgan bir haleti var. Kişilerini öz bendilerinin içinden tanlaşı buyurak emas. Nimişqa liyulqi ileyha bi risalatihi. Şu kişilerge nüfus, şu kişilerge özünün risaletine qana qilishini tushirish uchun. Allati bu risalet insanın ihtiyacına qandaylı narsa, insanın ruhiyetini yuqori ko'tarishda, ahlakını yükseltirishda ve insanın tüzülmesini to'g'rilashda mana şu kişiler, Allah tanlagan kişiler, Allah'ınki elçileri ve peygamberleridir. Acablarlik emas ve la garabete fi en yekun hadal ittisal bil vahyi sema. Yani muşu alaka asman vehisi bilen buluşta hiç hayran qaladigan taraf yok. Vehininki karakteri muşu savaqdaşlar. Fennasl yow, emde bugün vehini tushundirish uchun mush atrofimizda yuz berayotgan ba'zi masalalardan misol qilish, gerçi onunla aynen misal bulanmasımı, lekin meselenin karakterini şu tarafki qana qiladi, yaqinlashtiradi savaqdaşlar. Mesela Abdurrahman davatgan gepi hazır. Biz gipnoz deb to'yimiz uni. Belki sizlar anlagan bo'lishinglar mumkin. Magnetlik xultush deb qo'yadi ma arabchada. Gipnoz deb tanilmoqliq. Bu ahvol sizlarga men so'zlab berdim deb esimda shunaqa bor. 1852-yillar atrofida bayqalgan. Şu vaqtlar bayqalgan vaqtlarda dünya buni sehrgarlik deb tunib cheklagan. Keyingi vaqtlarda yo'l qo'yilgan, masalan, bular psixologiya davolash beradigan doktorxonalarda
bugungi kunda ham qo'llanyapti. Amaliy yuz berganlar bir vaqalikdan bir sizlarga deb bersam, bizning bir tuqqanlar var. Yani qizlar hesapda ko'pincha vaqtda shu nima deymiz endi qizlarda bakroq qiliq yuzning kuchini ko'rsatdi ekan bu. Bizning tuqqanlar shu Turkiyada hozir qaraxonlarda o'qiydi. Ustozlari bulardan bir nima his qildimi aniq nima deymiz? Bir psixik jihatda normalsizlik yoki bo'lmasa bir xil ruhiy jihatda bir azroq bir tasalliga muhtojlikni his qildimi? Bularni mushtavalashga qolgan. Apagandan keyin ma'lum bir aldığı ekranga bir manzillarni chiqarib qo'yib, bularga bir gap so'zlarni qilish orqali bularning 3 yosh vaqtidan tortib yaşagan bütün hayotini buzluğa eslatib o'tgan. Ve mushu hayotda buning ruhiyatiga ta'sir qilgan salbiy gaplar, ya'ni salbiy ishlarni hammani anda olganmi, manda olganmi deb ashta olgan deb şu salbiyatlarninki balalarga qilgan salbiy ta'siri netilg'i elib, andan keyin bularning bir sababini bilib bayon qilib aslida anda olmagan deb xuddi o'chirib o'tish, xuddi kompyuterning programmani o'chirib o'tgandek bir holatlar orqali bir xil ruhiy jihatdan davolab unda odamdagi tushkunlik va boshqa nuqtalarning hammasini surlashadigan bir ahvollar bor. Bu ahvollar Uyg'urlarning ichiga kirgan 2013 atrofida shu vatanda muxolifat taraqqiy qilgan, ya'ni gipnoz deb qo'ydi, arabchada magnetlik uxultishmi deb qo'ydi. Shuning gapini qo'ydi Abdur Fannas liyawm yushahiduna at-tanwim al-maghnatisi. Bugun kunda kishilar magnetlik uxultishni ko'radi. Ya'ni gipnoz deb tushunsanlar bo'ladi. Kitoblarni sizib gipnoz deb yozilganlar. Mashu gipnoz ahvolimi? Ma gipnozni men bayatni tushuntirildimmi yo'qmi o'qimayman. Yana biroz sizlarga desam bu gipnozning masalasini boshqalar psixikasi biroz ojiz kuchli bo'lib qolsa gipnoz qilolmaydi ekan. Ammo ozroq bo'lib qolsa qarshi taraf buningga so'zlash orqali uning ichki dunyosiga xitob qilib, masalan, ani qil, mani qil deb, hatto mening anglag'anim gipnoz orqali Yevropa taraflarida ba'zi injillarni yodlab turgan ahvolim bormish. Mushta bir ahvol. Buni agar bak tafsil o'qimoqchi bo'lsanglar, internet dunyosidan izlab ko'rib baqsanglar bo'ladi. Ammo kishininki, bir odamninki yana bir odamni uxultib turib, uning ma'lum ma'lumotlarni deyish orqali uning ushru yetkazish, uningdan ba'zi narsalarni elish tamoman bugungi kunda inkor qilolmaydigan bir narsaga aylandi bugungi kunda. Mana shu ahvol va huwa yuwaddihu lahum bular shuni izohlaydi-ki, insonning ruhiyatiniki, inson ruhininki üzdün kuchli bo'lgan bir kuch bilan aloqa bog'lashi shundoq bir ta'sir paydo qiladi-ki, bizning tushunchalarimizga vahiy ko'rinishlarini qanday qiladi? Yaqinlashtiradi. Ya'ni gipnozda irodasi kuchli bo'lgan bir kishi, irodasi psixikasi kuchli bo'lgan bir kishi o'zining irodasini uningdan ojizroq bo'lgan kishiga qanday qila oladi? Musallat qila oladi. Shuning bilan haliqi irodasi ojiz kishi qattiq cho'nqur uxlaydi va u odamninki ishoratining go'rasiga aylanadi. Ani qildigan, qopdigan, o'tiradigan va yo'l qinahu. Bu irodasi ojiz odamga xohlagan narsani tashlab turadi deydi va mushu uning qalbida, tilda qanday qiladi? Ma'lum. Mushta ahvol bulag'liq. Gipnozning ashta ta'siri bor. Men sizlarga takror deysan vaqtdoshlar, internetni izlab ko'rib baqinglar, ashta gipnoz qilingan joylarni ko'rib baqinglar. Endi ba'zilar ishonmaydisimi, ko'z oldimizda yuzurayotgan ba'zi masalalar bor. Insonga bu qadar ishlarni qiladi, ya'ni. Bir insonga, ya'ni birisi kuchliroq inson psixik jihatda, birisi ojiz inson, kuchli inson ojiz insonning psixikasiga xitob qilish orqali uni cho'nqur uxultib, qopdigan, o'tiradigan, gap qiladigan, hatto odam uxmaydi o'zining deganligini, dutta chaqdisa, qo'lni dutta chaqgandek bir harakatlarni qildiradigan, nima ish qildisa qildira oladi endi. O'ylab boqinglar. Va idza kana haza fi'lul insani bil inson. Agar mush ahvol inson bilan bo'lgan ishi bu tursa, fama zannuka biman huwa ashaddu minhu quwwatan. Insondan kuch-quvvatli kuchli bo'lgan zotga nisbatan gumoningiz nima?
inson insonga bu xil shaklda ta'sir qila olgan yerda Alloh insonga qanday qilmoqchi? Bu nuqtalarni qo'ldan chiqarmaslik kerak. Undan boshqa vahiy masalasini tushunishda vahiy bunda da hozir desak kerak ba'zi moddiy nuqtadan tushunadigan insonlar yo qaydaydi ya. Biz yaşayotgan dunyo chastota dunyosi, hammalar bilasizlar. Chastota degandan keyin kalanlarga televizorni akasanlar bo'ladi, uyalg'ularni akasanlar bo'ladi, radioni akasanlar bo'ladi. Bugungi kunda telefon, tor, internet atrofimizdan ovozlar ushirib turayotgandek bir ahvollar bor. Cho'qim bor, chunki telefonlarga kelgan ushur, shu atrofimizdagi havo atmosfera qatlamidan keladi. Chiqayotgan televizor, chiqayotgan radioning signallari cho'qim sirtdan keladi, lekin shu uskunaning sirtida biz ne televizorga ushur kelgan, ne radioga ushur kelganini bayqamaymiz endi. Ko'rmaymiz, ko'zimiz ko'rmaydi. Lekin ko'zimiz ko'rmagan bilan shu havo qatlamida shu chastot baliqi aniq bo'lmasa radiodan bir narsa chiqmaydi, telefonga signal kelmaydi. Shuni o'zi nima desa, insonga azroq texnik, azroq hunar, azroq ishlash, tadqiq qilish orqali maxfiy atrofdagilar ko'ranmagudek bir signalni, ushurni havo chastoti orqali avataladi. Mashta bo'lgan yerda endi insonga u qadar qila olgan yerda Alloh subhanahu va taolo qilmasmi? ويسمع الناس الأحاديث المسجلة التي تحملها اليوم موجات الأثير عابرة الوهات والنجاة والسهول والبحار دون رؤية زميها. Bugünkü gündeki kişiler deydi. Şu qana qilingan, ilingan avazlarni, el-ahadis musajjala degan ovoz qilingan so'zlarni anglayotdi ki, buni shu do'lqinlar, ta'sir do'lqinlari ko'tarib o'tkaydi. Bilasizlar, radiodan gibi qilmoqchi. Bu do'lqinlar bütün edirliqlardan, shundaymi? Edirliqlardan, tog'lardan sohulgan edirliq bihar dengizlar masalan, mushlardan atlab o'tadi, abira atlab o'tadi. Şu avazlarning egisini ko'rmasdan balki taxvaf o'tib ketib qolgan. Bu oddiy narsaga aylanib bugungi kunga nisbatan endi. Inson boshqashni qilyapti. Ikki odam telefonda qanaqa qiladi, paranglashadi. Birisi mashriqning eng chet tarafida, yana birisi mag'ribning eng chet tarafida. Hatto taxi mushu parangni kurab turib qila olishi mumkin debdi burungi zamonning gapi. Bugungi kunda tamoman mumkin bo'ldi-ku, men bilyapmiz. Ammo qashda o'tdag'anlar, bu ikki odamning qashda o'tdag'anlar faqat xuddi vahiy sifatidagi harininki xudonshig'an ovozga o'xshash ovozdan boshqa ovozni boshqa hech narsa anglamaydi endi. Qo'lqimizga telefonni tutib olamiz, normal ahvol, atrofimiz hamidan paranglashyapti. Biz faqat shu qarshi tarafga qaytagan inkosni anglaymiz, qarshi tarafdan kelgan ovozni qanday qilmaymiz, anglamaymiz savoqdoshlar. Telefonning sirtiga qarasak, hech sirti bilan kelgandek emas. İnsanın qilayotgan ishlari. من منا ليس له حديث نفس في يقظته أو منامه يدور في خلده دون أن يرى متكلما أمامه. Ondan keyin yana bir ahvol yuz beradi insonda. Turib yuz beradigan ahvollar. Balkim sizlarda yuz bergan bo'lishi mumkin. Xiyol. Xiyol bilamsizlar? Va o'ylagan xiyol emas. Ko'z oldingizda yuz beradigan ba'zi bir ishlar bor. Yanimda turibsizlar. Ba'zi o'g'il qo'sin bo'ldi, uxlaliq olsin yuz beradi bu ahvollar. İşikten birisi kirgandek bir ahvollarni ko'rsizlar yoki bayqaysizlar, qarasanglar odam yo'q. Birisi bunday gap qilayotgandek bir gaplarni anglaysizlar, lekin atrofingizda qarasa odam yo'q. Mana bir ahvollar bo'ladi insonning tuyg'usida. Men minna aramizdan kimninki mayli o'g'oq vaqti yoki uyqu vaqtida olsin hadis nafsi yo'q. Hadis nafsi degani o'z-o'ziga so'zlaydigan bir ahvollar yo'q, yana bir xil ovoz anglaydigan. Bu onunki nimisida xotirasida yuz beradi, qanaqa qilmasdan oldida hech bir so'zlik uchun ko'nmas. Mushta ahvollar bor. Mushu yuqoridagi va undan boshqa nurg'un misollar bor bo'lib, bizning aqlimizga vahiyningki mohiyat xarakterini qanaqa turadi, izohlab turadi, tushuntirib turadi. Endi vaqat shahadal vah muasiruhu vahiyni o'z vaqtida birga yashaganlar shu vahiyning asrdoshlari hammasi vahiyga shohid bo'lgan. Balki shartlari hozirlangan mutawatirlik bilan keyingi avlodlarga qat'iy ilmni ifodalaydigan bir shaklda naql qilingan vahiy va insoniyatga shu vahiyning ta'siri
ta'siri shu insoniyatning ummatini madaniyatlashtirish shundaymi va agar shuning kuchliligida va ularning izzatida qanaqa qilgan ta'sirini tekkizgan shu darajada tekkizganki ular uni ching tutgan mastamsaku bihi agar ching tutgan muddatcha ularningki ummatining madaniy hadorati agashlarning kuchi va izzatida ta'sirini ko'rsatgan. Ammo insoniyatning ham mavjudligining yiqilishi, vayron bo'lishi mushu ahvolga ta'sirini ko'rsatgan. Modomiki agar uni tutishda ular qanaqa qilsa sal qarasa, mafarratu fi jambi degan gap shu. Endi demakchi o'g'li shuki, Rasululloh vahiyni Alloh tarafdan insoniyatga keldi. İnsaniyat 1400 yılda şu jarayonlarni beshdan kechirdi buni ching tutgan vaqtlarda kuchlangan, dunyoga madaniyat taqatgan, izzat bilan yashagan bir ahvollarni ko'rdi. Shunda bo'sh tutib qo'yayotgandan keyin mavjudlikqa yiqilgan, xarogan, vayron bo'lgan ahvollarni ko'rdi. Mana mushu mimma. Mana mushu vahiyning mumkinligi va sabitligiga shak qilishga hech qanday bir o'rinni qanaqamaydi, qoldirmaydi. Va vahiy orqali to'g'ri yo'lni topishga qaytishning zarurligida hech qanday bir shakni qo'ymaydi. Nimishqa nafsi tashnolikni shu vahiyning vahiyga o'xshash buyuk bir nima o bir masalihima vahiyninki buyuk bir nimasi bilan ruhiy qimmat qarishi va buyuk yo'lga yetaklashi bilan qana qilish uchun ruhiy jihatdagi ussizlikni o'chirish uchun shuni bilan to'g'ri yo'lni tepib menishga qaytishning zarurligida hech qanday shak qo'ymaydi. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber aleyhissalatu vesselam vahiy qilingan tunji payg'ambar emas, hammadan bilamiz. Balki Alloh subhanahu va taolo Rasulullohdan ilgirmi Rasululloh vahiy qilgan o'xshash nurg'un payg'ambarlarga vahiy qilgan oyat buni bizga deydi: "Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin va nabiyina min ba'dihi va awhayna ila Ibrohim va Ismoil va Ishoq va Yaqub va al-asbat va Isa va Ayyuba ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما." Yuqorqi oyatda bu risolatning bu vahiy masalasiniki payg'ambar alayhisolatu vasallamdan xos vahiy masalasi emas, balki Odam alayhisolamdan tortib biz biladigan tunishli qo'ygan Yunus, Harun, Sulaymon, Davud va undan boshqa nurg'un payg'ambarlarda bo'lganligini Alloh subhanahu va taolo tilg'aladi. Hatto Musa alayhisolamga bevosita so'zlaganligini va kallamallohu Musa taklima tilg'aladi. Demak, payg'ambar alayhisolamga vahiy tushishi dinsizlarga nisbatan bayotdanqidek masalalarni biroz yaqinlashtira olsak, ahli kitobga nisbatan bir yot masala emas. Chunki ahli kitob ishongan shu payg'ambarlarga Rasululloh kelgan o'xshash vahiy kelgan. Bu hayron qolarlik narsa emas. Shunlashqa falaysidagi shunlashqa bu yerda vahiyninki payg'ambar alayhisolatu vasallamga qana qilishda tushishida hech hayron qilishga boradigan ishlar yo'q. Shunlashqa Alloh subhanahu va taolo aqlliqlarninki buni inkor qilishlarini Alloh inkor qilganki deydi: "Akana lin-nasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzir an-nasa wa bashshir alladhina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim qala al-kafiruna inna hadha la sahirun mubin." Aqlliq odamlarga nisbatan Alloh subhanahu va taolo bu masalani inkor qilib deyotdiki, acaba arasından bir adamga vahiy qilsak, kishilarni ogohlantirgan mu'minlarga bishorat va xush bishorat berginki, Robbining qashda ularga sodiq qadama sidqin bor deb bishorat berganda bir vahiy qilishimiz hayron qolarlik ahvolmi bu? Kafirlar deydiki, bu degan uchuq sehrgar deydi. Buning hayron qolguchak nimasi bor deb Alloh subhanahu va taolo aqlliqlarning bu masalani tushunmaganligiga nisbatan inkor qilyapti. Demak, vahiy masalasida bu qadar to'xtalsak mencha yetar. Endi vahiyning ma'nosi nima desa, yuqol deyiladi vahayt va avhayt deb ikki xil til bor arab tilida. Vahiy degan so'z 3 harflik sulasi mujarradning masdari. Ammo sizlarga bir gapni oldindan dey, masdari kelgan vaqtda sulasi mujarradning masdari qo'llanilsa vahiyda, pil kelgan vaqtda sulasi mazidninki, ya'ni af'ala babi.
evha, yuhi şekilde kullanıldı. Hazır kadar pil şekilde vaha, yahinin kullanılığını pek uçurtup ketmedim. Ama masdar şeklinki vahiy kullanıldı. Pil şeklinki evha kullanıldı. Bunu bilişiniz gerek. Abdur davatıda yuqal, deyildi. Vahaytu iley, evhay deb bunda kullanıldı. Yani bir adam İza kellemtehu bima tuhfihi an gayri. Siz bir avga başkalarının yuşurduğun gapni sözlesiniz. Mahbi pişirsiniz. Şu vaqt vaha, evha oldu. Vahiy degan lug'at ma'ni nima bu desa, tezlikda qana qilish, ishorat qilish, boshqalarga tezlikda bir ma'lumotni yetkazish, maxfiycha ma'lumotni yetkazish. Va shu ahvol boshqalarga belga, kinoya qilish, yo'li bilan qana qilish, gap qilish orqali bo'ladi. Qad yakun, balkim ovozlar bilan bo'lishi mumkin, ba'zi a'zolar. Agar vahiyni biz payg'ambar alayhisolatu vasallamga Alloh tushagan vahiy deb qarmay, insonlar o'tirisidagi lug'at ma'nosini ifodalasak, men bir sorunda o'tirgan odamga aqallisi boshqalarga o'qitamasdan telefonda o'sha yozib etdim. Qopamdoq degandek-chu, yoki bir narsani degandek. Atrofimizda hech kim uqolmadi, faqat qarish tarafdiki men xat yozganlar o'qdi, mushu vahiyning lug'at ma'nosiga tushadi. Yoki qarish tarafda o'tirgan bir sorunda o'tirgan 10-15 odamdan bir odamga qarab, bir ishorat qildim. Bir narsalarda qarish tarafı meni tushundi. Mushu vahiyninki lug'at ma'nosiga qana qiladi, tushdi savoldoshlar. Vahiy o'zi masdar, so'zningki yiltizi nimani ifodalaydi? Asli ikki ma'noni ifodalaydi. Birisi maxfiylik, yana birisi tiz. Vahiyda mush ikki hukm bor. Birisi maxfiy, yana birisi nima? Tiz. Shunga vahiyning ma'nosi haqida shunda deyilindiki, vahiy degan lug'at ma'nosi nima desa, tiz, maxfiy va uningga qaratilgan kishiga xos bo'lgan bildirish. Qaralamaylarga birisi maxfiy, yani birisi tiz, yani birisi sen qaratmoqchi bo'lgan odamga xos, boshqalar qolmaydi. Shu odamlar o'qidi, mashta bir bildirish. Men dedim-ya sizlarga misol nuqtasidan lug'at ma'nosiga munosib bo'lgan shaklni men qarshi tarafga bunda telefonimda ushur yozdim. Qarshi taraf ushurni qabul qildi. Mushu vaqtni o'ylab boqayli, men unga bir narsani bildirdim, bir gapni qildim. Bu gapim tezlikda, necha sekund ichida unga bordi. Maxfiy, boshqalar o'qimaydi va shuni bilan xos. Mana mushlarning hammasi lug'at ma'noda vahiyning ma'nosi. Bihays shu darajadagi undan boshqalarga nima maxfiy bo'ladi. Mana bu masdarninki lug'at ma'nosi. Endi vahiyninki bayatındaki masdar ma'nosida qo'llanilgandan boshqa ism ma'nosida qo'llanildi. Bu vaqtida va yutlaq vahiy degan so'z normal ishlatildi. Buningdan iroda qilindigini vahiy qilingan oyat, hadis mushu iroda qilinadi. Ya'ni ism maf'ul ma'nosi bilan shunaqa vaqtda vahiy lug'at ma'nosi bilan to'nagidek mazmunlarni o'z ichiga oladi. Birisi inson uchun qilinadigan ilohiy, tabiiy bir ilhom. Bunu bu lug'at ma'noda vahiy deb ataladi. Masalan, Musa alayhisolamning onasiga qilingan vahiyga o'xshash va awhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Ya'ni Musa alayhisolamning onasiga vahiy qildik deb tarjima qilmaymiz, balki ilhom qildik deb tarjima qilamiz. Bu bir. Ikkinchisi hayvonlardagi tabiiy ilhom. Buni biz o'qib bo'lgan bu mazmunlarni. Masalan, Hasan al-Harisga qilingan vahiyga o'xshashki va awha robbuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyutan va min ash-shajari va mimma ya'rishun. Robbingiz Hasan al-Harisga vahiy qildi deb tarjima qilmaysizlar. Yani ilham qildi, tabiiy. Chunki Alloh har insonni, har maxluqni yaratgan vaqtda uning vujudida qo'ygan bir tabiiy nim bo'ladi, bir sistem bo'ladi, shuning gapi. Üçüncüsü da belge, işaret ve bildiriş yoluyla qilgan tiz işaretini vahiy deb ataymiz. Mesela Zekeriya aleyhissalatu vesselam Qur'on hikoya qilgan mazmunda bir qilgan ihat va o'zining qalbiga qilgan ishoratlari va deydi: "Fakharaja ala qawmihi min al-mihrab fa awha ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiya." O'zining qavmiga mihrobdan chiqdi va ularga vahiy qildi deymiz endi. Bunda qul orqali ishorat qildiki, atdigan kashri Alloh subhanahu va taologa nima aytanglar, tasbih aytanglar degan shaklda. To'rtinchi vahiyninki lug'at ma'nosi shaytonninki vasvasa qilib yomonlikni insonning ruhiga qana qilishi, chiroyli ko'rsatishi.
Mesela Kur'an-ı Kerim'de inne şeyatîne leyuhûne ile evliyaihim liyujadilukum. Şeytanlar özünün velileriga qana qılıdı, vahiy qılıdı, sizlar bilan jidal qilish uchundir. Ya da vahiy qılıdı deb tarjima qilmaslar. Vasvasa qılıdı deb tarjima qilasizlar. Ve kezalike cealna likulli nebiyyin aduvan şeyatînel insi vel cinni. Shuningdek her payg'ambarga dushman qildik inson jinning shaytonlarini. Ularning ba'siga vahiy qiladi deb tarjima qilmaysizlar, vasvasa qiladi deb tarjima qilasizlar. 5-chi mazmun vahiyning 5-chi lug'at ma'nosi Alloh subhanahu va taolo malaikalarga tashlaydigan buyruq ularning qilish uchun iz yuhi robbuka ilal malaikati. O'z vaqtida Robbing malaikalarga shunday vahiy qiladi. Ma'u vahiy. Endi Qur'oni Karimninki eng keng qo'llanilgan tili. Qur'on mushu vahiy babida qaysi tilni ishlatadi desa, avhani ishlatadi. Biz yuqorida ko'rdik, 5 xil ma'noda asosan qaytadan qarab chiqaylik sanoqdoshlar. Qaytadan qarab chiqsak, biz avhaninki Qur'on misolga olib 5 xil ma'nosini o'tdik. Masalan, birinchisi ve avhayna ila ummi Musa. İkincisi mi? Ve avha rabbuka ila nahl. Üçüncüsü mi? Nima? Fa avha ilayhim. Dördüncüsü de okşaşla leyuhuna. Yani kinki ayette mi? Yuhi ba'duhum ila ba'd. Beşincisi de iz yuhi. Qarasanlar 5 ayetinin hemmisi de Kur'an umumyüzlük qaysi pilini işletiklik avha yuhi pilini. Tekrar da qo'yaylik arkadaşlar. Masdar babida 3 harflik pilning masdari qo'llaniladi, lekin pil babida 4 harflik, ya'ni sulasi mazidning pilisi avha yuhi qo'llaniladi. Shunga deyotdi avtor lug'atul Qur'onul fashiya Qur'oni Karimninki keng qo'llanilgan tili qaysi avha alif bilan buning masdari qo'llanilmaydi. Mana to'g'ri diqqat qilinglar. Faqatla sulasining masdari keladi in huwa illa vahyun yuha. Mushaglam qaranglar, mush oyatning o'zidan bizga yetarlik. Bir oyatda ham pil qo'llanildi, ham masdar qo'llanildi. Qo'llanilgan pil qaysi babdan? Sulasi mazid babidan. Qo'llanilgan masdar qaysi babdan? Sulasi mujarrad babidan. Qaranglar, mush oyat kelam. Vahiy yuha. Mau yuqoridagi men sizlarga tushuntirganning hammasi vahiyninki qanday ma'nosi? Lug'aviy ma'nosi, endi islohiy ma'nosi shu desa, Alloh subhanahu va taoloninki payg'ambarlarga qildigan vahiysini shar'an mundaq ta'rif qildi. Ulamolar bunda izoh beraylik. Alloh subhanahu va taoloninki payg'ambarlaridan bir payg'ambarga tushirilgan kalomini nima deb ataymiz? Vahiy deb ataymiz. Mana ma'vo vahiyninki ism maf'ul ma'nosida qilingan ta'rifati muha vahiy qilingan degan ma'noda. Endi vahiyninki masdar ma'nosida qilgan ta'rifati istilohan Alloh subhanahu va taoloninki bandalar ichidan tanlaganlarga o'zi iroda qilgan hidoyatni maxfiy tiz yo'l bilan qana qilishi, bildirishi, mana buning o'zi nima? Vahiy. Mencha mushu mazmunni bilmaydiganlar mencha yo'q aranglarda. Vahiyni ustoz Muhammad Abdu o'zining Tavhid risolasida mundaq ta'rifat qiladi. Ma ta'rifat qilib diqqat qilinglar, alohida o'zgacha bir ta'rifat. Vahiy degan nima bo'lsa, bir ma'lumot. Irfon degan gap bir ma'lumot, bir narsani bilishki, shaxs buni o'zining ko'nglidan shuningga jazm qilish bilan biladi. Nimaga jazm qiladi? Bu Alloh tarafidan jazm qilish bilan. Mayli bu vosita bilan bo'lsin, vositasiz bo'lsin. Avval qilsa ovoz bilan bo'ladiki, uning quloqiga shakllanadi. Yoki ovozsizmi bo'ladi. Endi mushuni vahiy deb tushunadi. Mushagacha vahiyning ta'rifati. Hozir sizlarga siz biray, Müşahede vahiyning ta'rifati. Yani vahiy degan kishi chuqur Alloh tarafidan keldi deganga jazm qilib turib, qalbida mayli ovozli, mayli ovozsiz shaklda bir ma'lumotga erishishning o'zi nima? Vahiy. Endi bunda desak, aranglarda ilhom deydigan bir narsa bor. Masalan, sizlar bir yerga ketib borsizlar, oldinglarga ikki yo'l chiqib qoldi. O'ngga mangaymi, so'lga mangaymi desanglar, o'ngga mang degandek bir xil ilhom bo'ldi insonda. Savdo qildinglar,
tuyuqsiz malni sat degandek bir xil tuyg'unadi. Satsa atsi nurg'un ziyon chiqqanligini bayqasaga satmagan bo'lsanglar. Tova ilhom bo'libdi ekan, kallang bir ilhom kelgandek bo'ldi degandekchi. İlham da bir narsa var. Yuqorqi vahiyninki ilhamda ne farqi bor desang, mana buni tushuntirib davotidi. Nima Muhammad abdu. Vahiy bilan ilhamning o'tirisi shunda farqlantiriladi. Nimda ilham degan bir tuyg'u, abayatangidek bilish emas. Tuyg'u bo'lib, buni insonning ruhi jazm qiladi. Mushtabir kallaga kiladi tuyg'u. Fatansaqu ya ma yutlab. Şuman bu ruh, nefsiki qadilmağı, şu insan demekçiyim. İnsan, talep qılınğan narsaga qarab mаңыды, qana qılmasdın, his qılmasdın. Nädin keldi, bunu his qılmasdın. Ben bayadın, hazırlam çöndürdüm ya sizlerge. Kallanlığı bir ilham kelgendek oldu, qara degendek oldu. Biz deyimiz bu Uyghur tilda. Mesela, tuyuqsuz derizden qara degendek oldu. Peski qarasam bunda iştirudu deyimiz. Köngümüzdeki qara degendek narsa, muşu, özü neymi ilham deyimiz. Bu adamdaki açlık duygusu, tokluk duygusu, bir aramlık, hoşallık duygusu okşap geldi ama ilham. Ama vahiy onda emas. Vahiy inik qilib Allah bana hazırmışını vahiy qildi, bunu dedi, onu qildi degandek ma'lumat, vahiy. Tuyg'u emas, ma'lumat ikkisinin farqi var. Yuqoridagi Muhammad Abdullah'ın qilg'ini vahiyninki masdariy ma'nosi bilan qilingan ta'rifati. Gerçi 5'e, tarifatının 5'e, bununki hadis-i nefsine ko'ngilda paydo bo'ladigan tuyg'u yoki bunda insonniki bir narsaning yanında kallasida ejilib qilishga o'xshab qolganligini vahimi ba'simi, ashta bir tuyg'usini ba'simi, lekin vahiy bilan ilhomning o'tirisini qilgan farqlantirishiki, tarifatning quruqida kelgan buni qana qiladi, inkor qiladi. Agar biz bayatdan Muhammad Abdullah'ın tarifatini bir bütün ağanımızda vahiy meselesi kallamızda bunda ko'nglimizga paydo bo'ladigan xavotir, ko'nglimizga paydo bo'ladigan ilhom, ko'nglimizga paydo bo'ladigan xiyol, shunda ma'nosidan ayrıydı vahiyni. Başta tushunsak burada savoqdoshlar vahiy haqida. Hamda bir nuqta aniq olsun. Biz A şekilde işkilep görüşünün hiç harcıtı yok. Fakat vahiyning mumkinlik derecesi bizge nisbeten aydın olsa, onun qalğan tarafları fakat peygamberge xas meselesi, bundan keyin peygamber kelmeydiganligi, bundan keyin vahiy kelmeydiganligi. Fakat biz vahiyning mumkinlik derecesini kalımızdan ötkensek qalğan tarafı ketidi. Biz endi Allah subhanahu wa ta'alanınki barlığı, asman zemini yaratganligiga işengen noktada turup vahiy addi iş tuyuldu bizge. Çünkü Allah'ın bu asman zemin, bu insanı yaratkan, bir yaratqıcı buluş kudretini itiraf qilgan yerde vahiy degan qanchalik yashamdi. Ama biz özümüzge nispeten Allah'ın kudretini tunup vahiyni addi deb tushunganimiz bilan boshqalarga nispeten bu tarafida qabul qilmoqqa tez. Şoňlaşqan bu haqda biraz qanaq baqsaq bo'ladi, o'ylab baqsaq bo'ladi. Undan keyingi darslarimizda Allah malaikalarga qanday vahiy qiladi, payg'ambarlarga qanday vahiy qiladi, vahiy qancha xil keladi, Qur'on qaysi xil vahiy bilan kelgan, hadis qaysi xil vahiy bilan kelgan bu haqdagi mazmunlarga bugun vaqt munosabati bilan mushahada to'xtaymiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.